Dirdirving o'yini bo'ladi. Bugun hammamiz yaxshi ko'rib o'ynaydigan o'yin bu Dirdirving. Sizlarda bilmadim, lekin menga juda yoqadi bu o'yin. Nima bo'ldi? Короче, biz bugun sizlar bilan mazza qilishga dam olamiz. Qani videoni boshladik. Xo'sh. Ozgina yangi video bu. Men yangi kanal ochmoqchiman. Shu kanalga obuna bo'ling, iltimos. Urilib ketdik-ku. Mayli, hech bo'lmaydi. Qaytadan boshlab olamiz. Qani gazlaymiz? Olg'a. U yerga o'tish xavfli, chunki biz uchun hozir xavfli. Sekinlashamiz. Oldi o'tib ketamiz bo'lsa. O'rilib ketdik-ku do'stlar. Mana ishda bo'lmaydi. Katta furgonda o'ynaymizmi yo'qmi? Trukda o'ynaymiz. Katta. Birinchi bu ma'lum yo'q bo'lmasa. Chunki bu katta mashina, bunga qiyin bo'ladi do'stlar. Do'stlar aytdim-ku, qiyin bo'ladi dedim. Turuklarga sal qiyinroq. Qiyda turuk o'zi, turus. Turus inglizchasiga nima deyishlar mumkin? Furgon. Ichida maydayimiz bor. Sekinlik bilan haydalsak, hozir urilib ketishimiz mumkin. Do'stlar, buni men hozirgina Play Marketda skachab qildim. Shunday hayolimga keldi. Ko'p o'ynaganman. Buni ham endi o'ynab ko'rganman. Buni ham yoshligimizda juda ko'p o'ynaganmiz, bilaman. Faqat men no'noqroqman, uncha yaxshi o'ynay olmayman. Nashta mashincharimizda qilaymiz. Gazlaymiz. Rentro. Mana shularda qilsanglar agar, gazlab turib qilsalaring, sizlarga pul beradi. Oltin tanga ham bor, shu oltin tangani hech kim ololmagan. Ololmaydi ham, chunki uni olish qiyin. Shuning uchun juda qiyin. Ko'rdinglarmi? Urildim baribir. Xo'sh, mana 3 minut o'tdi. Buyoqqa burilamiz. Urildik do'stlar. Mayli. Yoshligimizda juda ko'p o'ynaganmiz bu o'yinni. Haydi.